Assalomu alaykum, hurmatli Kiber Datafort kanalining faol foydalanuvchilari. Xo'p, bugun sizlar bilan birgalikda Telegram bot tuzish 3-qismini ko'rib chiqamiz. O'zi Telegram botlar tuzish bo'yicha bu 3-qismi bo'ladi. Bundan oldin yana 2ta versiyasini chiqardik. Ular faqat sun'iy intellekt yordamida kodsiz, ya'ni biza kod yozmasdan turib, biza izoh tezda yozgan holatda uni botlarni ishga tushirgan edik. Bu 3-ko'rinishimizda, 3-qismimizda biza kod yozamiz, ya'ni kodni ChatGPTga yozdiramizda, biza serversiz ishga tushiramiz Telegram botimizni. Hech qanaqa serverlarsiz va bosh og'riqlarsiz yozgan kodimizni tayyor holatda ishga tushiramiz va ishlatishni boshlaymiz. Xo'p, buning uchun bizga Google Sheets, Google Chrome va Telegram bot kerak bo'ladi. Xo'p, ketma-ketligini boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin aytib o'tishim kerakki, kanalimizga obuna bo'ling. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring va like bosishda davom eting. Bizning asosiy maqsadimiz insonlarga maksimal yordam berish, ya'ni sun'iy intellekt doirasida, ya'ni sun'iy intellekt olamida ularni bepul o'zlarining xohish istaklaridan kelib chiqqan holatda Telegram bot, sayt yoki boshqa ko'rinishdagi dasturlardan mukammal ishlay olish jarayonini yanada oshirishdan iborat. Buning uchun sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz kerak bo'ladi. Qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'ling va izohlarni faol yozing. Ya'ni izohlarda o'z fikringizni yozing yoki kelasi darsliklarimiz, kelasi videolarimiz qanaqa mavzuda, qanaqa dasturda chiqishi kerakligi haqida o'z fikringizni yozib qoldiring. Siz qancha ko'p izoh yozib, qancha like bosib, obuna bo'lsangiz, biza shuncha ko'p shunaqa foydali dasturlar chiqarishga yanada ko'proq harakat qilamiz. Xo'p, tayyor bo'lsangiz boshladik. Kiber Datafort Telegram kanaliga ham obuna bo'ling. Bunda ham ko'plab ma'lumotlar yoritib boriladi. Ya'ni qanaqa mavzuda video darslar qilishimiz mumkin, qanaqa doirada promptlar ham tashab boriladi. Ya'ni maxsus takliflar tashab boriladi kanalga. Shuning uchun kanalga ham obuna bo'lishni unutmang. Xo'p, videomizni boshladik. Demak, birinchi Google Chrome'ga kirib olamiz. Google Sheets nima ekanligini bilmaydiganlar uchun Google Sheets Excel'ning onlayn varianti. Xo'p, birinchi kelinglar, biza 3 ta sun'iy intellektga biza kod yozdiramiz. Qaysi biri mukammalroq va yaxshiroq yozib bera oladi? Bizada TZ tayyor, mana. TZ bot tayyor, bot TZ tayyor, mana. Buni umumiy holatda gapirib qila olamiz, nusxalab olamizda. Xo'p, birinchi ChatGPTga yozdiramiz. Mana, jo'natamiz. Xo'p, bu dastur tuzgunicha biza Grok'ga ham jo'natamiz. Grok ham juda yaxshi ishlayapti. Bu Elon Muskning sun'iy intellekti. Buni ham jo'natamiz. Va ko'pchilik aytadigan DeepSeek. Bunga ham jo'natamiz. Hammasini ketma-ketligini bajarib birgalikda botlarni ishga tushirib ko'ramiz. Xudo xolasa bu videoda sizlar mukammal bot tuzib, uni shu zahotda o'zidayoq ishga tushirishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, mana sun'iy intellektlarimiz kodlarni yozishda davom etyapti. Biza shu fursatdan foydalangan holatda Google Sheets'ga kirish va Google Sheets haqida qisqacha ma'lumot olish hamda AppScript, ya'ni kod yozadigan joyiga qanaqa qilib yetib olishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizada hammada Google Chrome'da email akkaunt ochilgan bo'lishi kerak. Agar ochilmagan bo'lsa, ochib oling. Ochilgandan so'ng mana shu o'ng tomon burchakda 4 ta to'rtburchak ichida turadi. Mana shu yerdan xo'p, bizada diskga kirib olamiz. Har bir akkauntda bo'ladi va mana shu yerdan distance sazat menyusini tanlagan holatda Google tablitsa, ya'ni Google Sheets'ga kirib olamiz. Mana bizga yangi Sheets ochildi, Sheets oynasi ochildi. Hop, bunga nom beramiz. Bizdan aytib o'tgancha Telegram botni to'g'ri bajaradi deydigan bo'lsangizlar, biz vakansiya topshiradigan Telegram bot qilyapmiz.
Ya'ni bo'sh ish o'rinlariga ariza topshiradigan Telegram bot yasayapmiz. Xo'p, mana loyihamiz nomini qo'yib oldik, vakansiya Telegram bot. Xo'p, bu yerda nima ishni bajarsak bo'ladi? Bu Excel'ning onlayn varianti, sheet hisoblanadi. Bunday formula yozib barcha ishlarni qilsa bo'ladi va eng zo'r joyi расширение bo'limining ichida AppScript, ya'ni kod yozish qismi bor. Bu kodga bizga mana bu yerda mana ChatGPT tayyorlab bergan kodni olib, uni ishga tushiramiz. Xo'p, mana bu yerga kiritamiz, buni to'liq o'chiramiz. Kirgan holatda mana bu yerda function my function degan function function. Xo'p, o'sha function degan joyga kiritamiz. Mana bu yerga kodimizni Ctrl V qilib qo'yamiz. Function. Xo'p, biza Telegram bot yasa olamiz. Birinchi bot faziga kiramizda, xo'p, qanaqa bot yasangiz, vakansiya bot ochamiz. Bizda nima kerak bo'lsa, new bot tanlaymiz. Vakansiya bot ajoyib bot. Xullas, topilmayotgan nom yozishlari kerak. Bu masalan ko'pchilik bunaqa vakansiya botlarni ochib olgan, shuning uchun men uzunroq yozdim. Bu yerdan token olamiz, kulishni olgandan keyin bu yerga kiritamiz biz tokenimizni. Mana token kiritdik. Endi Sheets ID ni kiriting deyapti. Sheets ID nima deydigan bo'lsangizlar, mana bu yerda Sheets ochib oldik-ku, vakansiya Telegram bot uchun. Mana shu yerdagi mana shu havoladan, mana D dan keyin slash qo'yilgan havoladan keyin to oxirgi slashgacha bo'lgani ID hisoblanadi. Tushunmasangizlar, ChatGPT ga yozsangizlar, ID ni qanaqaligini ko'rsatib beradi sizlarga. Mana Sheets ID ni kiritamiz. ID ni kiritdik. Hop, list 1, list 2. Ha. Men aytib o'tgan edimki, bu yerda mana TZda aytib o'tilgan, TZni ham kanalga tashlab qo'yaman. Mana bu yerda aytib o'tilgan ediki, birinchi listga savollarni javob yozilsin, ikkinchi listga foydalanuvchining nomi yozilsin. Ya'ni nechta foydalanuvchi bizning Telegram botimizdan foydalanyapti. Mana shu ma'lumot yozilsin degan TZ qo'yilgan edi. Shuning uchun biz mana bu yerdan list 1 ochamiz. Eslaringizda bo'lsa, mana shu yerda nima nom yozsangizlar, kodga ham xuddi shu nomni kiritishinglar kerak. Qaysi list ochadigan bo'lsangiz, shu listga ma'lumot tushish uchun. Xo'p. Xo'p. Tayyor list 1da, list 2ga esa foydalanuvchilarni start bosgandagi ma'lumoti kelib tushadi. Ya'ni username, uni ID'si, hammasi ma'lumot kelib chiqadi. Xo'p. Birinchi o'rinda kodga token kiritamiz. Ya'ni Telegram token degan joyda token kiritamiz. Sheets ID so'rasa Sheets ID kiritamiz. Agar so'ramasa ham kiritishimiz shart emas. Mana bu yerda userni qaysi listga yozay deb so'rayapti. Userda ikkinchi listga yoz dedik. Mana bu yerda ikkinchi listga yozadi userda. List 1 ga esa bergan savollarning javobini yozib boradi. Xo'p, botimizni to'g'ri, kodini to'g'rilab bo'lganimizdan keyin ishga tushiramiz. Ishga tushirish qanaqa bo'ladi? Новый разрешение bosamiz. Начать разрешение ekranimizda новый разрешение bosamiz. Web приложениeni bosamiz va только у меняni bizga o'zgartirib qo'yamiz. O'ylaymanki, bu ko'pchilikka asqotadi. Ko'pchilik Telegram bot tuzishda qiynaladi. Buni ko'rgandan keyin menimcha muammosiz Telegram bot tuzsa kerak. Xo'p, mana bizda URL berdi. Web приложение uchun URL berdi. Bu URLni
biza Telegram botimiz bilan webhook qilamiz, ya'ni bog'laymiz bir-biriga. Buni mustaqil bo'lamiz, gatovni bosamiz va plus yangi o'yin ochamiz-da, mana bu yerda mana oxirida bizga webhook qilish uchun kod beradi, ya'ni havola beradi. Havolani qo'yamiz yangi o'yinaga. Havolani qo'yganimizdan keyin mana bu yerda mana your deploy web appga va mana bu yerdan olingan, ya'ni mana bu yerdan olingan URLni, mana URLni bu yerga qo'yamiz. Keyin Telegram tokenimizni olib qo'yamiz. Mana Telegram tokenini olamizda, mana bot tokenga qo'yamiz. Faqat slashdan bitta oldinga, keyin botdan bitta keyinga qo'yamiz mana. Mana shu yerda e'tiborli berib bo'lib qo'yasizlar va enter bosib qidiramiz. Ya'ni enter bosamiz, bizga mana webhook o'rnatildi dedi. Botimiz ishladi. Kirib start bosib ko'ramiz. Vakansiya bortga mana start bosamiz. Bizda nosozlik qayerdadir. Nimada muammo bo'ldi? Bu yerga qo'yilgan. Mana web qurishda start bostirgan paytda muammo bo'lgan. Xo'p. Tilni tanlang deyapti. Mana start bosganda bizga birinchi til chiqaradi. Bu yerdan tilni tanlashimiz kerak. Mana o'zbek tilini tanlaymiz. Mana bizda tayyor. Biz haqimizda degan tugmani bossak, biz haqimizda ma'lumotlar kelib chiqadi. Ya'ni bu biz haqimizda ma'lumot degan joyda mana bu yerda mana kodda turibdi. Bizga faqat qisqartma yozib qo'ygan. Mana. Mana bu yerda agar to'liq ma'lumotlar kiritadigan bo'lsak, bu yerda ya'ni biz haqimizdagi ma'lumot kiritadigan bo'lsak, shu ma'lumot kelib chiqadi. Hop, bo'sh ish o'rinlari. Menejer, ofitsiant, oshpaz, qadoqlovchi. Hop, direkt menejer tanlaymiz. Ro'yxatdan o'tish uchun. Menejer bu boshqaruv bo'yicha mas'ul xodim. Ya'ni biz menejer lavozimini tanlaganimizda, bu lavozimda nima vazifa bajarish kerakligi haqida ham ma'lumot beradi. Undan keyin biz ariza topshirishimiz uchun ismimizni so'raydi. Said 23. Xo'p, Qarshi. Xo'p, raqam kiritamiz. Ya'ni bizga bergan savollarimizni ketma-ketlikda beryapti. Biz kodga yozganmiz bu savollarimizni. Mana hamma savolga javob berganimizdan keyin rahmat, arizangiz qabul qilindi, tez orada siz bilan bog'lanamiz deyapti. Xo'p, bizani javoblarimiz qayerga kelib tushdi? Kirib tekshiramiz. Mana azizlar, faqat ozgina o'zgarish bilan to'g'ri. Mana username bilan username bilan emas. Username'ni ID ga o'zgartirar ekanmiz. Mana buni olamizda ID qilamiz. Start bosgan, ya'ni ro'yxatdan o'tgan vaqt. Ro'yxatdan o'tgan vaqtni belgilaymiz. Xo'sh. Mana buni o'rtaga qo'yib qo'yamiz. Kasbdan. Ya'ni kasb bilan ana uni joyi o'zgargan. Kasblik savollarimizni yozib qo'yamiz. Kasbda telefon, qayerdanligi, yoshi, yosh bo'ladi. Ism. Biz bilan ishlashga rozimisiz?
tayyor. Endi qaysi obunachi to'ldiradigan bo'lsa ma'lumotni shu bot orqali mana shu yerda mana ketma-ketlikda barcha obunachilarniki kelib tushaveradi. Endi boshqa tillarni ham sinab ko'ramiz bu yerda. Xo'p, start qayta bosamiz. Russkiy tanlaymiz, qani? Vakansiyaga kiramiz. Mana shu ruskiy o'tgan payt ham o'zgarish kerak. Xo'p, email yozamiz ma'lumotlarni tezroq bo'lish uchun hisobxona yozib tashlayman. Mana bizani ro'yxatdan o'tganimiz qabul qildi. Endi kirganini tekshirib ko'ramiz. Mana biz tanlagan kasb va ism, familiya, yosh, hamma ma'lumotlar yerda ketma-ket bo'ladi. Buni kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Va mana bu yerdan foydalanuvchi ID'si, qachon obuna bo'lgan vaqti, soati, sekundlarigacha hammasini to'liq ko'rsatadi. Bu orqali biz bizani botimizga necha kishi kirib start bosyapti, ya'ni foydalanuvchi sifatida ishlatyapti. Buni mana shu yerdan ko'rib borsak bo'ladi. Foydalanuvchining ID'si chiqadi, obuna bo'lgan vaqti, foydalanuvchi nomi, nikini ham chiqarsak bo'ladi. Va turli yana ma'lumotlarni yozadigan bo'lsak, ularni ham chiqarib beradi. Shu orqali mana list 2 da bizda ma'lumot borki, foydalanuvchilarimizni bizda qancha foydalanuvchi borligi haqida ma'lumot bor. List 1 da esa bizani ro'yxatdan o'tganligi haqidagi ma'lumot bor. Xo'p, kimga nima tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, kommentariyada izohlarda yozib qoldirsangiz, men aniq yana tushuntirib berishga harakat qilaman. Lekin hozir menimcha hammasi o'ta go'zal holatda bo'ldi. Chunki bunaqa bot tuzish ko'pchilik menimcha hech kim bilmaydi hali. Umumiy hisobda ko'pchilik bilmaydi, ya'ni hech kim deyishda noto'g'ri. Umumiy holatda ko'pchilik bilmaydi buni. Bu juda oson bo'ldi. Mana misol uchun, agar botimiz 24 soat doimiy ishlaydi. Toki mana shitni biza udalit qilib o'chirib yubormagunimizcha, bizani botimiz yoki mana bu yerdan reset bo'limidan bot kodini o'chirib yubormagunimizcha, bizani botimiz to'liq holatda ishlaydi. Mana. Assalomu alaykum, kompyuter xizmatlarida botga xush kelibsiz. Tilni tanlab, mana bu yerdan keyin tilni o'zgartirsak ham bo'ladi. Xo'p, biza boshqa sun'iy intellektlarda ham buni tuzdirgan edik. Endi shularni bir-bir sinab ko'ramiz. ChatGPT dagi Telegram botni ko'rdingiz-a? Juda ham yaxshi holatda. Endi Grok AI dagi Telegram botni kodini olamizda kiritamiz. Xo'p, Ctrl C qilamiz. Token olamiz. Qo'yamiz. Telegram tokeni mana Your Web App URLga mana bu yerdan upravleniyadan kiramizda. Mana bu URLni olib, admina qilamizda, mana bu yerga qo'yamiz. Mana Your Splash ID da esa mana bu yerdan ID ni olamiz. Xo'p, botimiz tayyor. Yana buni qaytadan web qilish shart emas. Agar shu botni o'zi yana kodlarni o'zgartirib, boshqa kodlar kiritadigan bo'lsangiz, web qilish shart emas. Faqat bir marta qilishimiz kerak. Ya'ni noldan yaratadigan vaqtimiz botimizni web qilishimiz kerak. Buni web qilish endi shart emas. Endi shuni o'zida ishlatsak bo'ladi. Ana upravleniya raziyati ichidan faqat kod yangilaganimizdan keyin mana ruchkachani bosgan holatda novi versiyaga o'tkazishimiz kerak. Shundan keyin bizning yangilangan kodimizni qabul qiladi. Gatovni bosamiz va kirib start bosib ko'ramiz botimizga. O'zbek
Xo'p, Grokdagi sun'iy intellekt yozib bergan kodda ozgina nosozliklar bor. Mana ishlamayapti. Ishlayapti, ya'ni to'liq holatda ishlamayapti. Xo'p, DeepSeek'dagini sinab ko'ramiz. Mana bu yerga to'liq holatda kiritamiz. List 1, list 2 to'g'ri. Xo'p, biz token olamiz. Bo'lmasa mana bunday qilib ishlasangiz ham bo'ladi. Push minusi V ni bosgan holatda olgan kodlaringizni, ya'ni nusxalaringizni ko'rib borishingiz ham bo'ladi. Olamiz bu yerdan. Qo'yamiz. Ctrl+C bilan saqlaymiz. Bizda qayerdadir muammo bor. Mana shunaqa xatolik beradigan bo'lsa, boshqadan olamiz. Saqlaymiz. Bizda xatolik bor. Bu xatolikni xatolikdan nusxa olamiz. Nusxa olamizda xo'p, DeepSeek'ga qayta jo'natamiz. Ya'ni xatoligini qayerdaligini ko'ra olish uchun. Menimcha eng yaxshisi o'zi ChatGPT bilan men sinaganlarim ichida, ya'ni hozir bu kod yozishda qanaqadir muammo bo'lgan bo'lishi mumkin Grokda. Lekin eng yaxshisi Grok bilan ChatGPT. Mana DeepSeek'da ishlash juda qiyin o'zi. Bunda ko'pchilik sun'iy intellekt DeepSeek yaxshi ishlaydi deydi, lekin eng zo'ri ChatGPT bilan Grok AI. Xo'p. Bizning kodimizni qaytadan ko'rib to'g'rilab beryapti. Ko'pchilik so'rashi mumkin, bu kod menda ishlamadi, yozmadi yoki noto'g'ri bo'ldi deganlar uchun men hozir mana ishlagan Telegram bot kodini, mana va ishlagan bot Telegram kodini men Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Keyin bemalol kirib o'sha yerdan olib ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Lekin hozir DeepSeek ham qaytadan to'g'rilab beradi, kodni kiritamiz va ishga tushirib ko'ramiz, bu qanaqa tempda ishlaydi, hammasini sinab ko'ramiz. Lekin aytib o'tganimdek, boshida bizlarga ChatGPT to'g'ri mana bu yerda kod yozib berdi. Mana bizani so'rovimiz, ya'ni tezaymiz, shunga qarab bizlarga kod yozib berdi. Bu kodni Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Bemalol kirib Google Sheets'ga ishga tushirib ko'rsangiz bo'ladi. Endi o'zlaringiz qanaqa bot tuzmoqchi bo'lsangiz, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bemalol kirib serversiz, oddiy, faqat kodni to'g'ri yozdirib, to'g'ri ishlasa bo'ldi. 100 so'z ishga tushirib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerdan beri ishlayapti mana bu Telegram bot. Mana xohlasak, xohlamasak ichida o'zgartirishga kirityapmiz. Ishlab turibdi. Toki yangidan obnovleniya qilmagunimizcha, ya'ni mana kodimizni yangi o'zgartirmagunimizcha bu kodimiz ishlab turadi. Buni eng zo'r tomoni serversiz ishga tushira olamiz. Kodimiz tayyor bo'lgandan keyin botimizni serversizga tushira olamiz va uni ommaga tatbiq qila olamiz. Qanaqa funksiyadagi Telegram bot kerak bo'lsa, tezroq chiroyli qilib yozasiz ChatGPTga yoki Grokka. Keyin bemalol ishlasangiz bo'ladi. DeepSeek tayyor bo'ldimi? Yozyapti.
Xo'p, sizlardan yana so'rab qolaman, kanalga obuna bo'lib, doim izohlarda, kommentariyada o'z fikringizni yoki kelgusi dasturlarda nimalar chiqarishimiz kerakligi haqida ma'lumot yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham muhim. Ya'ni videoni ko'pchilik omma ko'rishi uchun va bizning maqsadimizga erishishimiz uchun sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar kerak bo'ladi. Xo'p, mana list 1 da vaqt foydalanuvchi IDsi, ish turi, ism, yosh, manzil, telefon, tayyorlik. Mana shu ma'lumotlar bo'lar ekan. Vaqt foydalanuvchi nomi, to'liq ismi, chat IDsi bo'lar ekan. List 2 da. Xo'p, sinab ko'ramiz, kopiya qilamiz, kodimizni olamiz va qo'yamiz. Qo'ydik, Ctrl C ni bosib ko'ramiz. Bizda xatolik yo'q. Endi Telegram kodimizni, tokenini kiritamiz, botimizni. Kiritamiz. Endi ID ni kiritamiz. Ctrl C ni bosamiz, saqlaymiz va upravlение razрешительdan kelib, ruchkachani bosgan holatda novi versiyaga o'tkazamiz. Готов? Start. Mana bunday komandani qidirmaslik uchun, avtomatik bot o'ziga komanda chiqarish uchun bot vaziriga kirib, my botdan mana o'zingiz uchun kerakli bot tanlaysizlarda, edit bot ichida mana edit komandasi bor. Mana bu yerda men komanda yozib qo'ygan edim, adashmasam boya. Mana o'zlaringizdan xuddi shunaqa komanda yozasizlar. Jo'nasizlar. Mana menyuda start, help buyruqlar tayyor turadi. Mana DeepSeek yozib bergan kodda qanaqadir xatolik bor. Ishlamayapti. Mana chiqdi. Xo'p. Ne aytamiz? Bizga DeepSeekga yozamiz. Menga yanada aniqroq tezi bo'lishi uchun mana screenshotdan tashlab boramiz, tushunish uchun. Xo'p, inline ko'rinishda chiqarmadi, tugmalarni offline ko'rinishda chiqardi. Shuni hisobiga bizga menyu ko'rinishda chiqarish kerakligi haqida xabar beramiz va kodni yana qayta tahrirlab beradi. Videoni sal tezlashtiraman. Kod yozishda ozgina sekinlashtirilgan holat hozir, shuning uchun tezlashtirib ko'rsataman.
Xo'p, bizda asosiy kodimiz tayyor. Botni ishga tushirib berdi. Mana shu kodni kanalga tashlab qo'yaman. Bemalol kirib, o'zingiz sinab ko'rsangizlar bo'ladi. Ishlaganidan keyin o'zingiz xohlagan botni kodini yozirsangizlar ChatGPTga, keyin bemalol ishga tushirsangizlar bo'ladi. Webhook qilish uchun adashmanglar, mana shu kod kerak bo'ladi. Buni qo'ygan holatda mana bu yerga bizani web app URLni qo'yamiz va bot tokenni qo'yamiz. Keyin enter bosgan holatda webhook qilamiz. Botimiz kodi tayyor bo'ldi, olamiz va kontrakt belgilagan holatda qo'yamiz. Endi menimcha ishlashi kerak. Ctrl+C'ni bosamiz, bot kodini olamiz yana qaytadan. Hop, bot kodi mana buch token qo'yamiz. Bu yerdan buni olamiz. Ctrl+C bosamiz. Tugmani bosgan holatda. Okey. Start bosamiz. Nosozlik bor. Qayta yangilab ko'ramiz. Yo'q, DeepSeekda ham qanaqadir muammolar kelib chiqyapti. Kodni yana qayta ko'rib chiqish kerak. Xo'p, bizda asosiysi mana ChatGPT yozib bergan kod bor. Buni yana qayta ishga tushirib ko'ramiz. Compile qilamiz. Qo'yamiz. Ctrl+V ni bosamiz. Xo'p. Token olamiz, qo'yamiz. Sheet ID olamiz mana bu yerdan. Mana belgilangan, o'zi ko'k havolada belgilangan turibdi. Ctrl+C ni bosamiz. Saqlayib qo'yamizdan keyin buni ishga qaytarishgacha bilan novi versiyasida ishga tushiramiz. Tayyor. Kiramiz, start bosamiz. Nimadir bo'ldi. Yotishga tushdi. Bo'sh ish o'rinlari. Ofitsiant. Ma'lumotlarni kiritamiz. Hammasini kiritamiz. Ma'lumotlarni kiritganimizdan keyin bizga rahmat, arizangiz qabul qilindi. Tez orada siz bilan bog'lanamiz xabari chiqdi. Yana kirib tekshirib ko'ramiz. Yo'q emas. Mana vakansiya Telegram botiga kiramiz. Mana biz to'ldirgan ariza. List 2 da esa bizani ma'lumotlarimiz turibdi. Qaysi obunachi kirib start bossa, mana shu obunachini ma'lumoti kelib chiqadi bu yerda. Mana bu yerda esa to'ldirgan ma'lumot kelib chiqadi. Qaysi vaqtda to'ldirgani, qaysi kasb tanlagani, ismi, yoshi, qayerdanligi, telefoni. Bu savolni o'zingizga mos qilib qo'ysangiz bo'ladi yoki boshqa prinsipiy Telegram tutsangizlar bor, o'shanga qarab to'g'rilab qo'yasizlar. Xo'p, barchaga menimcha tushunarli bo'ldi. Agar tushunarsiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar yoki Telegram kanalimizga o'tib yozinglar. Batafsil hammaga javob berishga harakat qilaman. Xo'p, hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lib, izoh yozishni unutmang. Siz qo'llab-quvvatlasangiz, biz sizga doim eng yaxshisini ulashishga harakat qilamiz.